Nogironligi bo'lgan bolalarning tibbiy ijtimoiy himoyaga bo'lgan huquqi hamda maktabgacha ta'limdan foydalanish tartibi. Nogiron bolalar tibbiy ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lib, bu profilaktika, davolash, tashxis qo'yish, reabilitatsiya, sanatoriy kurort, protez ortopediya yordamini, harakatlanish vositalari bilan imtiyozli shartlarda ta'minlanishni va boshqa yordam turlarini o'z ichiga oladi. Nogironligi bo'lgan bolalar davlat sog'liqni saqlash tizimi muassasalarida bepul tibbiy ijtimoiy yordam olish va o'z uylarida parvarish qilinish huquqiga ega. Nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy yordamning quyidagi turlari ko'rsatiladi. Pul to'lovlari, pensiyalar, nafaqalar bir yo'la beriladigan to'lovlar. Reabilitatsiya qilishning texnik vositalari, surdo-texnika, tiflotexnika vositalari yoki boshqa vositalar. Shu jumladan o'rindiqli aravachalar, protez ortopediya moslamalari, maxsus harfli matbaa nashrlari, ovoz kuchaytiruvchi apparatlar va signalizatorlar, subtitrli yoki surdo-tarjimonli video materiallar, shuningdek avtomobillar bilan ta'minlash. Tibbiy, ijtimoiy, kasbiy, jismoniy reabilitatsiya qilish bo'yicha xizmatlar va maishiy xizmatlar, transport xizmatlari, dori vositalari bilan ta'minlash. Jismoniy va yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar ota-onasi yoki ota-onasining o'rnini bosuvchi shaxslarning arizasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti, homiylik va boshqa jamg'armalarning mablag'lari hisobidan, shuningdek, ota-onasi yoki ota-onasining o'rnini bosuvchi shaxslarning mablag'lari hisobidan ijtimoiy muhofaza tizimi muassasalarida saqlanishlari mumkin. Nogironligi bo'lgan bolalarning maktabgacha ta'limi. Nogironligi bo'lgan bolalarning maktabgacha ta'limi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan zarur reabilitatsiya va abilitatsiya qilish choralari amalga oshiriladi hamda ularning maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Sog'lig'ining holati maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'lishni vaqtincha istisno etadigan nogironligi bo'lgan bolalar uchun ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etiladi. Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilg'or uslubiyatlarni o'z ichiga oladigan maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim dasturini amalga oshirish ta'minlanadi. Bundan tashqari, tibbiy, psixologik, pedagogik komissiyasining tavsiyasi bo'lgan taqdirda jismoniy va yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar va nogironligi bo'lgan bolalarning ota-onalari o'z xohish istagiga ko'ra hamda bolaning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ta'lim, umumta'lim yoki ixtisoslashtirilgan muassasasi turini tanlash huquqiga ega.